Mening uzoq kutilgan ta'tilim barbod bo'ldi. Buni shahrimizdagi kasalxonaning kardiologiya bo'limi mudiri meni kabinetga chaqirganida tushundim. Shu paytda onam palatada narsalarni yig'ayotgan edi. Xullas, jismoniy og'rish qilmasin. Mana bu dorilar ro'yxati. Bugundan boshlab kuniga 2 mahal ichiring. Iltimos, uning hayotidan stress va zararli odatlarni butunlay chiqarib tashlang. Iloji boricha ko'proq toza havoda yursin. Hozir ob-havo ham ayni muddao, dedi shifokor tushunarsiz yozuvlar bilan to'ldirilgan varaqni uzatar ekan. Yaxshi, sizga katta rahmat, dedim men. Aslida men sizga kamida 2 hafta uning yonida bo'lishni maslahat berardim. Xudo ko'rsatmasin, biror narsa bo'lsa darhol menga qo'ng'iroq qiling. Ha, yaxshi, rahmat. Men ketsam bo'ladimi? Ha, albatta. Shu bilan bizning suhbatimiz tugadi. Men esa qog'ozdan ko'zimni uzmay, yaqin 2 haftani onam bilan qishloqda o'tkazishga to'g'ri kelishini tushunib turardim. Yo'q, men bunga qarshi emasman. Onam bilan yaxshi munosabatdamiz. Uni o'zimning kvartiramga olib ketardim, lekin kichkina studiya xonada ikkimizga noqulay bo'ladi. Ustiga ustak 10-qavat. Lift ishlamaganda zinadan ko'tarilganimda o'zim zo'rg'a chiqaman. Endi kasalxonadan chiqayotgan yoshi katta ayol haqida nima deyish mumkin? Nima ham qilardik? Yozda qishloqda yashash ham yaxshi. Shu payt onam palatada qo'shnilari bilan xayrlashib, yotog'ini yig'ishtirayotgan edi. Oyi, men doktorlarning oldida bo'ldim. Ular ko'proq toza havoda bo'lsin, jismoniy ishlar bilan esa umuman shug'ullanmasin deyishdi. Qanday? Hovlimdagi bog'roqlarni hozirgacha begona o'tlar bosib ketgandir, dedi oyim. Qo'ying o'sha o'tlarni, sizning sog'lig'ingizni asrashimiz kerak. Men siz bilan boraman, bog'da yordam beraman. Onamning yuzida darrov iliq tabassum paydo bo'ldi. Menga eng aziz insonning tabassumi ko'nglimni ilitib turardi. Unda ketdik uyga. Sumkalaringizni yig'ishtirdingizmi? Ha, hammasini oldim. Onam palatadagi qo'shnilari bilan xayrlashdi va biz kasalxonadan tashqariga chiqdik. Bizning qishlog'imiz shahardan 50 kilometr uzoqlikda. Go'yoki uncha uzoq emas edi, lekin yo'llar shu qadar yomonki, avtobusda borsang 2 soatgacha cho'ziladi. Men esa avtobuslarni yomon ko'raman, ayniqsa tik turib ketishni. Odatda onamnikiga borganda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bu safar taksi chaqirishga qaror qildim. Avval uyimga kirib narsalarimni oldim, keyin esa uzoq kutilgan ta'tilimni qiziqarli o'tkazadigan joyga yo'l oldik. Yo'ldan onam menga yosh qiz uchun nihoyatda qo'shtirnoq ichidagi qiziqarli mavzular haqida gapirib borardi. Bodring va pomidor qanday tuzlash, kartoshkani yaxshiroq o'g'itlash kerakligi haqida. Men esa jim eshitib, kulimsirab bosh irg'ab borardim. Axir butun umr qishloqda yashab, bog', mol, qo'y va tovuqlardan boshqa narsani ko'rmagan odam yana nima haqida gapirishi mumkin? Buni men uni ranjitish uchun aytmayapman. Onamni juda yaxshi ko'raman, ammo boshqa mavzular yo'qligi bu haqiqat. 1,5 soatdan keyin derazadan uyimiz ko'rindi. Xudoyim, qanchadan beri bu yerga kelmaganman. Ishning tig'izligi tufayli doim safarni keyingi dam olish kunlariga qoldirib kelardim. Uyga yetib kelganimizda onam biroz o'zgarib qolgandek bo'ldi. O'shanda shunchaki menga shunday tuyulgandir deb o'ylagandim. U xohlamagandek qo'lini uzatdi va mashinadan tushdi. Men esa haydovchi bilan hisob-kitob qilib, sumkalarni oldim va darvozani ochdim. Ha, bu yerda ish juda ko'p ekan, deb o'zimcha pichirlab atrofga qaradim. Bog' butunlay begona o'tlar bilan bosib ketgan, poydevor esa yimirilib qolgan. Ko'zimga birinchi tashlangan narsalari shu bo'ldi. Onamga esa hech narsa demadim. Uyda erkak kishi yo'q. Uning sog'lig'i esa allaqachon yomonlashgan. Qayerdan poydevorni tuzatsin? Quyosh shu qadar qizdirardiki, tezroq salqin, nam bir podvalga kirib olishni xohlardim. Uyga kirdik. Onam ostonadan istamaygina xatlab o'tdi. Go'yo uyga qaytganidan xursand emasdek edi. Oyi, nima bo'ldi? O'zingizni begona odamdek tutyapsiz. Hammasi yaxshi qizim, hammasi yaxshi. Och emasmisiz? Hozir tezda nimadir pishirib beraman. Ko'p o'tmay uy ichini qovurilgan kartoshka va bog'dan uzib kelingan yangi ko'katlarning hidi tutdi. Yaxshilab ovqatlandik. Onam biroz ochilib gapga tushdi. Ishim, kuyov masalasi va boshqa narsalar haqida so'rab o'tirardi. Gaplashib o'tirib vaqt qanday o'tganini sezmay qoldim. Soat 10 ni ko'rsatardi. Tashqarida esa asta-sekin qorong'u tushib qolibdi. Endi uxlash kerak.
Bu yerda ish ko'p ekan oyi. O'zim qilaman, sen aralashma. Axir shifokor jismoniy ish mutlaqo mumkin emas dedi-ku oyi. O'tiring, dam oling, bo'ldi. Men o'zim hammasini qilaman, dedim unga. Onam meni juda qattiq quchoqladi, go'yo oxirgi marta quchoqlayotgandek. Keyin sekin o'rnidan turib, xonasiga yo'l oldi. Men senga allaqachon joy tayyorlab qo'ydim. Yot, sen ham damingni ol, dedi ortga qarab u. Men esa stolni yig'ishtirayotgandim. Bir soatdan keyin onamning xurdagi butun uyga tarqalib ketdi. Yaxshi uxlab qoldi deb o'yladim. Noutbuki va naushnikimni oldim. Aksi holda tashqarida uxlashga to'g'ri kelardi. Mehmonxonada qulay joylashib, noutbukni ochdim va serial qo'ydim. Chivinlardan tutun chiqaradigan spiralsimon vosita himoya qilardi. Iliq shamol va chigirtkalarning chirillashi asta-sekin meni uyquga torta boshladi. Ko'zlarim yoshlanib, tez-tez esnardim. Aynan o'sha payt qulog'imga g'alati shitirlash ovozi eshitildi. Xuddi kimdir qalin butalar orasidan o'tib ketayotgandek. Ovoz tomorqa tomondan kelardi. Telefonim fonarini yoqdim va pastga tushdim. Eski darvoza g'irchillab ochildi. Atrof jim, faqat chigirtkalar va shamol ovozi. Ortga qaytdim. Ammo bir necha qadam yurganimda yana o'sha ovoz eshitildi. Bu safar biroz chaproqda, xuddi kimdir yugurayotgandek. Buni endi xayolga yo'yib bo'lmasdi. Tezda fonarni yoqib, ovoz kelgan tomonga tutdim. Yana jimlik. Faqat nimadir qimirlayotgandek. Shamolmi yoki boshqa narsa aniq emas. Go'yo butaning shoxi sinib ketgandek tuyuldi. U yerga borib tekshirishga umuman xohishim yo'q edi. Ehtimol qo'shnilarning mushuklarovga chiqqandir. Lekin rostini aytsam, tushunarsiz bir xavotir ichimni egallab, badanimni jimirlatardi. O'sha kecha yotganimda aslida nima bo'layotganini tasavvur ham qila olmasdim. Va o'sha birinchi kechadagi shovqinni umuman qo'shnining mushugi emasligini tushunib yetgandim. Keyingi kun butunlay uy ishlari bilan o'tdi. Nimalar qilganimni sanab o'tmayman. Bu hech kimga qiziq bo'lmasa ham kerak. Faqat shuni aytaman, onam butun vaqt davomida yonimda edi va o'zini biroz g'alati tutdi. Odatdagidek tanbeh berish, buni noto'g'ri qilyapsan deyish o'rniga biz hayot va o'lim haqidagi falsafiy suhbatlar qurardik. Go'yo u meni nimagadir yomon narsaga tayyorlayotgandek edi. Men qarib qoldim, tez orada abadiy ketaman, deb beparvo gapirardi. Rostini aytsam, bu meni asabiylashtirardi. Men uni tinchlantirardim. Hammasi yaxshi, hali hammasini ortda qoldirasiz derdim. Ha, infarkt dahshatli narsa, lekin hammasi yaxshi tugadi-ku. Dori ichayapti, o'zini yaxshi his qilyapti, bosimi va pulsi joyida. Unda nega bunaqa gaplar gapiryapti? Ma'lum bo'lishicha, bu bejiz emas ekan. Keyingi kecha tinch o'tmadi. Onam bo'g'ila boshladi. Yaxshiyam hali uxlab qolmagandim. Shunchaki mizg'ib yotgandim va vaqtida sezdim. O'rnidan otilib turib, onamning xonasiga yurdim. Chiroqni yoqdim. U rostdan ham nafas ololmayotgan edi. Darhol shifokor yozib bergan dorilarni berdim. Bunday holatlar uchun maxsus dorilar yozib bergandi. Yaxshiyamki bir necha daqiqadan keyin ular ta'sir qildi. Holati biroz yengillashdi. Men esa qattiq asabiylashib ketdim. Tashqariga chiqdim. Ko'chada ob-havo buzilgan, dahshatli shamol daraxtlarni egib, bukib, sindirib yuboray deyotgandi. Birdan chaqmoq chaqnadi. Bir lahzada uy va atrof yorishib ketdi. Shu payt onamning yotoqxona oynasi yonida go'yo kimdir turganini ko'rdim. Rostakamiga odam tik turgan siren butasi ortida. Kim ekanini aniq ko'ra olmadim. Darhol o'sha tomonga yugurdim. Lekin u yerga borganimda hech kim yo'q edi. Hech narsani tushunmay verandaga qaytdim. Yuzimni sovuq yomg'ir tomchilari tusha boshladi. Uzoqdan momaqaldiroq gumburladi. Bugun issiq juda kuchli edi. Ehtimol quyosh urib xayolim buzilgandir. Endi har xil narsalar ko'zimga ko'rinyapti deb o'yladim. Shu payt yelkamga onamning qo'llari tegdi. Hammasi yaxshi, xavotir olma. Men yaxshi bo'lib qoldim. Shifokorlar ham shunaqa bo'lib turadi deyishgandi-ku. Yaxshi oyi, dedim men. Men uni quchoqladim. Yuzimdan bilmasdan yoshi oqib tushdi. Onam shu vaqt ichida juda o'zgarib qolgan edi. Aynan shu lahzalarda biz aslida qanchalik kam ko'rishganimizni, kam gaplashganimizni anglab yetdim. Lekin deraza ortidagi o'sha sirli odam haqidagi o'ylar meni tinch qo'ymasdi. O'sha kecha uzoq vaqt uxlay olmadim.
Tez-tez turib onamni tekshirdim. O'rnimda ag'darilib yotdim va ba'zida derazadan tikilib yana chaqmoq chaqnasa uni ko'rib qolishdan qo'rqardim. Keyingi kun esa avvalgilardek butunlay boshqacha o'tdi. Onam go'yo yana avvalgi holatiga qaytgandek edi. Kulardi, hazillashardi. Men poydevorni yamash uchun juda suyuq qorishma tayyorlaganimda ustimdan kulib qo'yardi. Hatto bir lahzaga o'zimni yana kichkina qizaloqdek his qildim. O'sha kuni ob-havo sovuq va nam bo'lishiga qaramay, ichimda qandaydir iliqlik va mehrni sezdim. Hammasi yaxshi edi. Lekin bu quvonch uzoq davom etmadi. Onamning yotoqxonasi oynasi yonida o'sha joyda yerda izlarni ko'rib qoldim. U yerda darrov tomorqa boshlanadigan, yonida esa katta siren butasi bor. Aynan shu buta tagida juda ko'p izlar bor edi. Yomg'irdan keyin yer yumshab qolgan, shuning uchun ular aniq ko'rinardi. Xuddi sement ustidan o'tib ketgandek. Taxminan qarasam 45-o'lcham atrofida. Xuddi odamning oyog'iga o'xshaydi, lekin nimadir noto'g'ri. Badanim yana jimirlab ketdi. Quyosh shu zahoti qora yomg'ir buluti ortiga yashirindi. Faqat o'sha fikrning o'zi meni bezovta qilardi. Demak, kecha tunda bu yerda kimdir bo'lgan. Bu xayol emas edi. Men haqiqatdan ham kimnidir ko'rganman. Lekin u kim edi? Nega yalang'oyoq? Qanday qilib bizning hovliga kirib kelgan? Va nima uchun? Men uyga kirdim. Onam pech yonida nimadir pishirayotgandi. Oyi, aytingchi, siz kecha hech kimni ko'rmadingizmi? Deraza yonida. Onam sekin menga qarab burildi. Uning yuzida ochiq, oydin qo'rquv bor edi. Qo'llari darhol titray boshladi. U divanga o'tirib qoldi. Nima bo'ldi? Siz ham kimnidir ko'rdingizmi? Yana so'radim. Yo'q, ko'rmadim qizim. Hech kimni ko'rmadim. Onam yolg'on gapirayotgan edi. Men endi kichkina qiz emasman. Qachon kim yolg'on gapirayotganini yaxshi bilaman. Yana qayta so'radim. Nimanidir bilishimni anglatdim. Lekin u baribir o'z gapida turdi. Bu menga yoqmay boshladi. Ichimda xavotir va qo'rquv birdaniga g'azab va tushunmovchilikka aylandi. Qanday qilib kimdir bizning hovliga kirib, derazadan ichkariga qarab turadi? Bu nimasi bo'ldi? Kurtkamni kiyib qo'shnilar tomon yo'l oldim. Balki biz yolg'iz emasdirmiz. Balki o'g'ri kelgandir. Lekin boshqa tomondan qarasang, bizda o'g'irlaydigan nima bor? Eski televizor va zo'rg'a ishlaydigan kir yuvish mashinasidan boshqa hech narsa yo'q. Balki manyakmikan? Onamning dugonasi yoniga borib ko'raman deb o'yladim. Uning uyi biznikining ro'parasida. Eshikni onam tengi yoshdagi ayol ochdi. U meni darrov tanidi. Salom qizim. Onangni chiqarishdimi? Kirib ko'rmoqchi edim, lekin hech bora olmagandim-da. Ha, chiqarishdi. Hozir qarab turibman, hammasi yaxshi. Rostdan ham yaxshimi? Dedi u g'alati ohangda. Go'yo biror narsani sezgandek. Ha, noaniq javob berdim. Kiring, choy qo'yaman. Ichkariga kirdik. U menga choy qilib berdi va ro'paramga o'tirdi. Aslida sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Kecha tunda men onamning yotoqxona oynasi yonida kimnidir ko'rdim. Siren butasi tagida turardi. Chaqmoq chaqqanda ko'rinib, keyin yo'qoldi. Bugun esa poydevorni tuzatayotib, yerda izlarni ko'rdim. Yalang'oyoq, juda katta, kamida 45-o'lchamli izlar. Darvoza yopiq edi. Ob-havo ham yomon. Bunaqa paytda odam hatto itini ham tashqariga chiqarmaydi. Bu kim bo'lishi mumkin? Siz ham shunaqa narsani ko'rmaganmisiz? U biroz jim qoldi. Keyin kutilmaganda so'radi. Onangiz bilan hammasi joyidami? So'nggi paytlarda u o'zini g'alati tutyapti. Doim ko'p yashamayman deb gapirardi. Lekin bugun birdan hammasi yaxshi, kayfiyati joyida. Ayol chuqur xo'rsindi. Qizim, meni eshit. Nima bo'ldi? Siz bilasizmi bu kim ekanini? Qo'rqaman. Bu olib ketuvchi bo'lsa kerak, dedi u deyarli eshitilmaydigan qilib. Kim? Nima degani u? Nega men uni bizning hovlimizda ko'rdim? Mening yerim Bobur amakini eslaysanmi? Albatta eslayman. U juda og'ir kasal bo'lib qolgandi. Ko'z o'ngimda asta-sekin o'lib borardi. Men unga qaradim. Eng yaxshi shifokorlarni topdim. Lekin hech kim yordam bera olmadi. U biroz jim qoldi. Keyin davom etdi.
Men buni hech kimga aytmaganman, lekin sen hozir bunga duch kelgan bo'lsang, yaxshisi tayyor bo'l. Ichimda qo'rquv kuchayib boshladi. Kaftlarim terlab ketdi, yuragim tez ura boshladi. Bizning qishloqda nimadir bor. Tushuntirish qiyin, mavjud bo'lmasligi kerak bo'lgan nimadir. Badanim yana junjukdi. Men o'zim ham juda ta'sirchan, biroz irim-sirimlarga ishonadigan odamman. Ayniqsa bunday gaplar menga va yaqinlarimga tegishli bo'lsa, yanada qo'rqaman. Men uni ko'rganman. Boshqalar ham ko'rgan. Qarindoshlari asta-sekin o'lim tomon ketayotgan odamlarning barchasi uni ko'rishadi. Men ham ko'rdim. Butun bir hafta davomida erim o'layotgan paytda u avval derazadan qarab turardi. Keyin eshiklarni urib, ichkariga kirishga harakat qildi. Biz bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Aniqrog'i erim bilan. Avvaliga uncha ko'rinmasdi, lekin odamning ahvoli yomonlashgani sari u tobora ko'proq paydo bo'la boshlardi. Shuning uchun ham uni olib ketuvchi deb atashadi. Uni ko'rgan bo'lsang, demak tez orada kimdir o'ladi, deydi bizni qishloqdagilar. O'sha erim olamdan o'tgan kechada u butunlay aqldan ozgandek ko'rinardi. Hovlida shunaqa quturib yurardiki, men xonadan boshimni chiqarishga ham qo'rqardim. Baribir erimni o'sha kecha olib ketdi. Yotoqxonada oynani sindirib ichkariga kirdi. To'g'ri, uning karavatiga chiqdi. Men eshik ortidan kuzatib turdim. Nimanidir pichirlab gapirardi. Keyin yana oynadan tashqariga sakrab chiqdi. Qop-qora, ko'zlari lampochkadek yonardi. Oriq, jirkanch, Xudoni o'zi asrasin. Keyin erimning oldiga bordim. U allaqachon o'lib bo'lgandi. Nafas olmayotgandi. Men yolg'iz emasman. Qishloqda kimdan so'rasang, hamma olib ketuvchini biladi. Nega aynan olib ketuvchi deyishadi? Bilmayman, shunday nom qo'yishgan. Odam davosi yo'q kasal bilan og'rib, o'lim yoqasiga kelib qolsa, mana shu narsa keladi va uni olib ketadi. Qo'rqamanki, sen ham uni ko'rgansan. Men qotib qolgancha jim o'tirardim. Aytilgan gaplarni hazm qilishga harakat qilardim. Hatto choyni ham ichmadim. Eng muhimi, unga xalaqit berma. Bilaman bu og'riqli, lekin aralashma. Aks holda seni ham olib ketadi. Men nima deyishni bilmadim. O'sha paytdagi holatimni so'z bilan ifodalash qiyin. Rahmat, men bora qolay. Qorong'u tushib qoldi, dedim men. Gapimni tushundingmi? Ha, tushundim. Burnimni tortib, yoshlarimni artgancha qo'shninikidan chiqib ketdim. Yana qora bulut qishloq ustida osilib turardi. Atrof yanada qorong'ulashdi. Tezda hovliga kirib, darvozani yopdim. Soat 12 dan oshgach, haqiqiy dahshat boshlandi. Men uni yana deraza ortida ko'rdim. Albatta endi hech qanday uyqu haqida gap bo'lishi ham mumkin emasdi. Qo'shnim aytgan gaplardan keyin men uning kelganini ko'rdim. Oynaning narigi tomonida qora siluet turardi. Avval hovlida yurdi, hatto qadamlari ham eshitildi. Keyin yana o'sha joyda, onamning yotoqxonasi yonida to'xtadi. Onam yana og'ir nafas ola boshladi. Men uning kravatini ko'rib turardim. Uning qiynalayotganini ko'rib turardim. Va o'sha jirkanch mavjudotni ham. Deraza ortida turib, boshini qimirlatib, uzun, g'alati qo'llarini oynaga qo'yib, go'yo unga yetib olishga harakat qilayotgandek edi. Bularning hammasini o'z karavatimda yotib, hatto nafas olishga ham qo'rqib kuzatardim. Qo'shnimning gaplari qulog'imda jaranglardi. Aralashma. Lekin buni aytish oson, qilish esa qiyin. Men shunchaki yotib, eng yaqin insonimning ko'z o'ngimda o'lib borishini tomosha qila olmasdim. Bir payt oynaning sinish ovozi eshitildi. Oyna chil-chil bo'lib sindi. Men ko'rdim. U uyga kirib keldi. Harakati mutlaqo g'ayritabiiy, hayvonsimon, dahshatli ko'rinardi. U onamga sakradi. Uzun, jirkanch tilini chiqardi. O'sha payt nimadir menga kuch bera boshladi. Lekin men darrov o'rnimdan o'tirib turdim. Stol ustida qo'limga ilingan narsani oldim va u tomonga yugurdim. Chiroqni yoqmoqchi bo'ldim, lekin lampochka darrov portlab ketdi. U esa meni umuman sezmasdi. Men qo'limdagi narsani ota boshladim. Unga baribir edi. U onamni olib ketayotgandi. Hammasi juda tez sodir bo'ldi. Onam haqiqatdan bo'g'ilayotgandi. Men esa adrenalin ta'sirida nima qilishni bilmay oshxonaga yugurdim. Pichoqni oldim. Qaytib kelganimda esa u allaqachon oynadan tashqariga sakrab chiqib ketayotganini ko'rdim.
Onamning jonsiz tanasi esa karavotda qolgandi. Men depressiyaga tushdim. Tiz cho'kib, qattiq yig'lay boshladim. O'sha kechaning o'zida qo'shnimnikiga yugurdim. Yig'lab, o'zimni yo'qotgan holda uning darvozasi oldida qo'ng'iroqni bosib turdim. Yaxshiyam u uyg'ondi va meni ichkariga kiritdi. U hammasini darrov tushundi. Hech narsa so'ramadi. Menga bir stakan suv ichirdi. Bunchalik tez bo'ladi deb o'ylamagandim, dedi u, ko'z yoshlarini artib. Men esa deyarli hech narsani eshitmasdim. Yerga tikilgancha o'tirardim. Keyin qo'shnimizning uyida uxlab qoldim. Ertasi kuni uyimizda hamma bor edi. Politsiya, shifokorlar. Keyin morgda ma'lum bo'lishicha, onam qayta infarktdan vafot etgan. Keyin esa dafn marosimi, ko'z yoshlar va depressiya. Qolgan ta'tilim davomida qishloqqa boshqa bormadim. Faqat ba'zida qo'shni xola qo'ng'iroq qilib holimni so'rardi. Meni chalg'itishga harakat qilardi. O'sha kechada nima bo'lganini esa, onam qayta infarktdan vafot etmaganini faqatgina men bilardim.